Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda dam olish. Bu safar Germaniyaga to'g'ri keldi. Dam olishimiz Germaniyaga to'g'ri keldi bu safar. O'tgan safarlar Fransiyada turdik. Belgiyada turdik. Endi bu safar dam olish kunlari Germaniyaga to'g'ri keldi. Germaniyada parking, to'la parking. Ba'zi joylarda shanba, yakshanba kunlari xoli bo'ladi, joylar bunaqa to'ldirib bo'lmaydi. Bu yerda qandaydir bu safar to'ldiradi. Orqalarida ham mashinalar. Kecha kelib, yaxshi biz daraxt soqiniga turib oldik. Obed paytida kakras soqin turibdi. Issiq Germaniyada 30-32 gradus bo'lyapti. Tomonimizda o'rmon, havosi zo'r, mazza. Yaxshi bo'lyapti. Mana yangi mashinalarni joyiga ham qo'yishib olgan futbollar joyi yo'qligidan. Lekin yaxshi. Bugun yakshanba 24-may yakshanba. Dam olish. Ertaga 25, ertaga ham dam olish. 25-may qanaqadir bir diniy bayram ekan bularda. Shunga ertaga ham dam olamiz. Voy bo'yichiga siz trassaga. Messining mashinalari juda kamdan kam bo'ladi. Misol, Germaniyada turgan bo'lsak, Germaniya mashinalari juda kamdan kam bo'ladi. Asosan shu bizga o'xshagan chetda mashinalar. Bizga Litovskiy, Polsha, ayniqsa Litovskiy, Polsha juda ko'p bo'ladi. Mana Vengriya ekan to'g'rimizdagi, ana Xorvatiyami, Sloveniyami shunaqa hamma tashqaridan kelganlar. Shoplar hammasida gaz-gazlar bor, tashqarida ovqatlanadi. Traktorlar qaraydi, katta traktor. Hali keys mana bizda ham boryapti-ku, keys fermerlarga. Mana keys traktorlariga. Ikkitani yuklab olib, o'zi ham og'ir bo'lsa kerak o'ljanmi? Haybatli narsa bular endi. Kafe bor, kafeda tualet, dushlar bor. Pullik Yevropada tualetlar 1 euro, dushlar 4 euro shunaqa. Kafelar. Endi kofesini ichsa bo'ladi, endi ovqatlarni bizga to'g'ri kelmaydi. Har xil go'sht. Bundan endi bizda beg'alva hamma o'zi tayyorlaydi. Sharoitlar bor, hammaning mashinasida sharoit bor, gaz, paz. Produktlarni qilib yuradi hamma. Turklarning magazinlari bor, suriyaliklarning magazinlari bor, musulmonlarning. Shunaqa yerlardan go'shtlarni olishib produkt qilib oladi hamma o'ziga. O'rmon bo'yida qarang. Havosi zo'rda, toza havo, chiroyli. Mashina ham Vengriyaniki ekan. Yangi mashinalar ko'payib ketdi, hozir kech kirib yangi mashinalar yo'q. 3 ta mashina ko'p xolos. O'rmon chekasida skameyka qo'yib, bemalol chiqib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi, o'zi tayyorlab oladi. Elektromobillarga zaryadka avvallari yo'q edi. Bunaqa narsalar parkinglarda bo'lmadi, faqat zapravkalarda bor edi. Hozir endi hamma joyda qo'yiladi. Kartadan pul to'lab, kartadan pul to'lanadi. Trafik, start. Sanadir qancha voltdan zakaz qilinajigi, mana kartaniki. Bu yerdan tanlaydi ekan, vibra ekan, funksiyasini qanaqa. Shunga qarab. Zaryadka qilib ketishaveradi. Mana joylar.
Bu kichikroq ekan bu. Tabloda ko'rsatib ekan. Viva qilasiz, kartadan pul to'laysiz, kartadan to'lab zaryadga qilib ketila oladi. Mana bitta Germaniya mashinasi turibdi. Yangi chiqqan Volvolardan. Yangi chiqqan Volvolardan. Mana joylar bor. Salqin o'tirib, toza havoda qushlar sayrayotini. Chug'ur-chug'ur qilib. Bu tomon trassadan kirish endi. Stoyankaga. Bu unaqa zapravka qiladigan joyi yo'q. Faqat stoyanka, kafe xolos. Ya, mana o'rmonga toza havo chiqib aylanib kelsa bo'ladi degan. Qushlar sayrayotgan. Darvozasi yopiq turardi, ochib qo'yibdi hozir. Kecha shanba kuni kechki payt to'rlarda to'xtaganmiz biz. Ko'pchilik juma kuni kechki paytdan to'xtagan. Shanba kuni o'zi ishlamaydi ko'p joylar. Biz yo'limiz uzoqligi uchun yurib qo'ydik. Italiyadan Gollandiyaga, Niderlandiyaga reysimiz bizik. Xudo xolasa seshanba kuni Niderlandiyaga kirib uy tushiramiz. Qaranglar. Bu yerlerde ham joylar bor. Daraxtlar kattalik. Atrof o'rmon. Yerden joy bo'lmagan ketdi. Bizim mashina shoför qo'yib ketgan shekilli, hech kim tushmayapti ham, chiqmayapti ham mashinadan oldimizdagidan. Kechasi qo'yib ketdi, men kecha kunduz to'xtaganman ko'rda. Kechasi qo'yib ketdi mashinasini. Yerda tanish bilishi borlar, olib ketadi yaqin o'rtada. Bayramdan keyin olib kelib qo'yadi. Yo'ldan katta shahar, yo'ldan tarafga ketishga boshladi. Yo'ldan katta chiroyli shahar. Serbiya ekan, Serbiya. Serbiya. Qattiq bo'lyapti. Bizga yaxshi quyosh to'sib qoldi bu. Obedda daraxt to'siyapti quyoshni, keyin bu to'sib qolyapti, yaxshi ham bo'ldi. Chidasa bo'lyapti.